Assalomu alaykum. Yana YouTube kanalimizga qaytib boshlaymiz. Sizlarga men bitta yangilik haqida ma'lumot bermoqchi edim. Agar farzandlaringizga yoki yaqin insonlaringizga parazit infeksiyalardan ajralib ketayotganingizda endi juda zo'r mahsulot bo'ladi. Shu haqida sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchi edim. Bu mahsulot Foyerdibiorik nomli kompaniyaga tegishli bo'lib, bu kompaniyani 5 ta sertifikati bor. Mana judayam halol mahsulot bo'lib, hech qanaqangi ximikatlardan sertifikatlangan, faqat tabiiy giyohlardan tarkib topgan. Mindshot nomli bu mahsulotni men o'z farzandimga sinab ko'rganman. Farzandimga judayam ajoyib berardi. Tishlari yaxshi uxlolmasdi, tishlarini g'ijiratardi. Hozir 5 kun bo'ldi bu mahsulotni farzandimga ichtiryapman. Natijasi judayam a'lo va bomba. Chunki ahladida videolari ko'zlarim ishonmagan holda o'zim ham ko'rganman. Zo'r natija berdi. Lekin sizlarga ham tavsiya qiladim, agarda farzandlaringizda videodan aziyat chekayotgan bo'lsa, mana shu mahsulot judayam zo'r natija berar ekan. Bunaqangi ko'rinishda bo'lar ekan o'zi. Bunaqangi paketik ko'rinishda. Agar farzandingiz 7 yoshga chiqmagan bo'lsa, bitta paketni 2 bo'lib berasiz. Agar 7 yoshdan oshgan bo'lsa, bitta paketni to'liq bilan berasiz. Har kuni soat 10 kechki yotarda onda beriladi. Bu mahsulotda mana shu ko'rinishida 15 paket keladi. 5 dona paketning o'zi bitta kursor hisoblanadi. Agar sizni mana shu mahsulot qiziqtirsa, kommentariyaga o'zlaringizning izohlaringizni keltirib o'ting.